Assalomu alaykum, hurmatli va izzatli bo'lgan insonlar. Mana bugun biz kanalimiz navondalari. Men bitta narsalarni o'ylab ko'rdim. Qarasam, o'rtada nima bo'lyapti? O'rtada xalqqa qiyin bo'lyapti. Mana Madigor bozorlar ko'payib ketyapti. Ayollar Madigorlikka chiqyapti. Va hokazo hamma ishni qilyapti-da bular. Endi bularni yo'lga solish uchun, ishga solish uchun ben prezidentim sizdan so'rayman xolos, boshqa hech kimdan so'ramayman. Nimaga? Boshqa odam qo'lidan kelmayapti qilgani. Siz qilasiz xolos. Sizdan bir iltimos qilardim. Shu eski vaqtida o'sha kolxoz, savxoz deymiz, o'sha kolxozda bir rais bo'lardi. Shu tumanda ikkita, uchta rais bo'lardi. Shu raisni qo'l ostida ishlardi hammasida. O'sha sudsi bo'lardi, a'zolari bo'lardi, boshqa hokazo hamma ishchilar bo'lardi. Hozir bizda nima bo'lyapti? Bizda bunday o'ylab ko'rganimizda klaster degan narsani olib berdi-da. Klaster degan narsani olib kelib qo'yishdi mutaxassislar. Endi ba'zi birlar biladi, ba'zilar bilmaydi. Bu klaster Amerikada kelib chiqqan so'zda, ma'nosida. Klaster o'zi aslida korrupsiya degan so'zda. Hozir men qarang. Fermerlar borda, fermerlarni ustiga klasterni olib kelib qo'ygan. Fermer paxtani ekadi, foydasini klaster ko'ryapti. Klasterdan pulini ololmaydi, urushi bo'g'ilib yuribdi-da bular. O'sha deyman, klasterni ham fermerni ham yig'ishtirib, o'sha misolan biz Farg'onadagi olyapmiz, o'sha tumanlar aro aytaman. O'sha tumanga bir 3 ta direktor qo'yib, o'sha paxta sanoati bo'yicha yerlarga qo'yibishdi. O'sha yerlarni sotilmasligi, hali nima behuda berilyapti, fermerga beriladi, yoshlarga berilyapti yerlar deymiz. U sotilib ketyapti. Boshqa narsalar ekilyapti yerlarga. Bu O'zbekistonga mana men Oltiariq tumanini gapiraman. Endi bu xafa bo'lishmasin, mana o'sha ko'rib turgan insonlar uzum ekyapti. Uzum 5 yil, 6 yilda bo'ladi-da u yerda. Biz nima qilyapmiz? Mana hozir aytib beraman, paxtani kamaytirib yubordik. Biz yerlarga paxta ekishimiz kerak. Nimaga? Paxta yog' mahsuloti mana Qozog'istondan kelayotgan yog'lar bor, Daniya degan yog'lar kelyapti bizga. Donna degan, Doniyo degan yog'lar kelyapti. Nihoyatda qimmat kelyapti-da. Shuni O'zbekiston ham shunaqa ishlab chiqarsa bo'ladi. Qozog'istonlarga bunday nima desam, oddiy tushuntirsa, dam berib qo'ysa bo'ladi-da. Bizda chiqib turgan mahsulot kamroq bo'lib qolyapti. Mana paxta sanoatimiz, oq oltinimizni butun dunyo yaxshi ko'ryapti. Mana ustimizga kiyayotgan oddiy kiyimimizda mana sintetika bo'lib qolyapti-da. Nimaga? Badanni chaqadi, badanni shiladi ular. Kasallik ko'payapti. Shuni o'rniga deyman, paxta mahsulotdan kiysa, paxta mahsulotda odam dili yangraydi, yaxshi yashaydi-da. Zo'r ketamiz. Men so'rardim o'sha yuqoridagi tashkilotlardan, o'sha vazirlikda, o'sha qishloq xo'jalik vazirligi meni ko'rib turgan bo'lsa, shulardan iltimos qilib so'rardim men. O'sha kolxozda, o'sha kolxoz emas, yangi nomda chiqarib buni o'sha yerga direktor qo'yib, bitta tumanda o'sha paxta dalalariga bo'yicha 3 ta direktor qo'yib, 3 ta direktorda birinchi ishga olishdan oldin uni mol holini ko'rib, xatlab, nechta mashinasi bor, uni ko'rib chiqib, ishga qo'yish kerak. Nimaga siz u o'g'illik qilsa, boshqa narsa qilsa, baribir topiladi. Uni nazorat qilib turish kerak. Bu O'zbekistonda o'g'illik bo'lib ketyapti-da. O'g'illik bo'lgandan keyin ko'p narsani, nima bo'lsam, xalq kambag'al, boy bo'lgani boy bo'lib yuribdi-da. O'shanda aytaman, ayollarimiz nimaga chiqib ketyapti Madigor bozorida. Madigor bozoriga chiqib ketib, har xil bo'lar bo'lmas ishlarni ham qilish qo'yyapti bular. Buni qilmaslik uchun men prezidentimiz sizdan so'rayman. Bular bu ishni qilmaslik uchun o'sha kolxoz tizimida bir nomini yangilab, o'sha yerga bitta direktor qo'yib, o'sha direktorga hamma bo'ysunxon qilib, o'sha yerda brigadirlar bo'lardi, tabelchisi bo'lardi, suv xo'jalik sudchisi bo'lardi. Xuddi shunga o'xshagan tizim qilib ishlatsa, shu ayollarga turda yuradi, oylik beradi, davlat tomonidan oylik beriladi. Paxtalarimiz mo'l ko'l bo'ladi. O'sha
yerni ichidan chiqqan narsa hammasi o'sha davlatga boradi. Davlat tizimiga o'tkazish kerakda. Davlat tizimidan chiqib mana xususiy hamma yo'q xususiy bo'ldi. Xususiy bo'lgandan keyin hamma yo'q teskariga qarab ketyapmiz. Oldiga qarab yurish yo'q, orqaga yuryapmiz. Prezidentim mana bizga mana menga imkoniyat berib, mana ishga qabul qilsangiz, o'zimga bir 5-10 ta bolalarni tuzaman shu nima halol poklik bilan. Ular o'g'irlik qilmaydi. Ularga korrupsiya kerak emas. Halol yo'ldan ishlab davlatda shu nimasidan bo'ladi. Shu tushuntirsam, korrupsiyani kamaytiramizda endi u yo'lga solib. U nima qayerda nima ketyapti, nima sohada ketyapti. Mana qo'limizda syomkalar, biz blogerimiz, blogerlik qilib yoritib borsa ularni qilgan ishini ular to'g'ri yo'lga tushadi, egri yo'lga tushmaydi. Mana hozir bozorlarga kiramiz, bozorlarda ko'rib turibmiz. Mana fermerlar yerlarga piyoz, pomidor, kartoshka, sabzilarni ekib tashlagan. Lekin sabzining narxi 10 ming, 12 mingdan tushmayapti. Nimaga? Bu xususiy tadbirkorlar xaladinlik qilib tashlagan, xaladinga tiqqan, yerda turgandan keyin xohlagan narxiga beryapti. Bozor iqtisodiyoti ko'tarilib ketyapti. Orada mana hozir men aytyapman sizga, mana prezidentim o'tgan safar ham chiqardim shu narsani. Kunjaraning narxi qimmatda. Bizda odamlar mol boqish uchun o'sha paxta mahsulotidan chiqarilgan kunjarani moliga berib boqib katta qiladi. Endi o'ylab ko'ryapman-da, nimaga siz kunjara hali nimasi birjaga chiqib ketgan, o'sha birjani o'rniga deyman, standart degan narsalar bo'ladi. Shularga qo'yib, davlat o'zining standartiga qo'ygan narxda sotsa, shu odamlar molni ko'paytiradi. Qarabsizki, go'shtlar arzon bo'ladi. Hozir kambag'allar go'sht yeyolmayapti. Mana hozir Toshkentdan mana o'sha ko'ryapman, Pokistonning go'shti deyapti, kelyapti. Pokistonning go'shtini mana Toshkentlarda 65 ming deyapti. O'zi bizga kelguncha 85 mingga aylanib qolyapti-da. Nimaga bir xilda bo'lmayapti-da. Nima batda halik korrupsiyalar ko'p rol o'ynab qolyapti. Shularni nazorat qiladigan tashkilotlar bo'lmayapti-da. Endi biz yaratishimiz kerak. Biz yarataylik desak, bizga imkoniyat bermayapti hech kim. Men prezidentim sizdan so'rardim. Shu meni ishga olsangiz, shu men bir 10 ta, uzog'i 15 ta o'zimga shunday bolalarni topamanki, biz xolos halol pok shu davlatga bergan oyligiga shukr qilib yashaymiz. Shu O'zbekistonda kim egri noto'g'ri ishlasa, hammasini yoritib berib, ularni jazosini berib tursa, O'zbekiston yashnaydi, gullaydi. O'sha Madgor bozoriga ayollar chiqmaydi. Nimaga siz? O'sha oilada to'g'ri ish bo'ladi, hamma yo'q. Turmush o'rtog'i mana Rossiyaga chiqib ketyapti, bolalar Rossiyaga ketgandan keyin men Rossiya davlatini gapiryapman. Ishlash uchun Rossiyaga chiqib ketyapti. Shu 500 dollar deyapmiz o'ylaydi. Mana kecha kuni men bitta narsani ko'rdimki, maktabda muallimlar bor, o'qituvchilar deymiz. O'sha matematika fani bo'yicha, ingliz tili, yana ona tili adabiyot bo'yicha bu bolalar maktabni tashlab Rossiyaga ishlagani ketib qolyapti. Kelmayapti. Batta bolalar nima uchun? Bolalarning bilimi salbiyasi past bo'lib qolyapti. Yaxshi o'qituvchilar oylik ozlik uchun Rossiya davlatiga ketib qolyapti. Shunga aytamanda o'zimizda ham shu 500 o'sha 1000 dollarni yonida oylik qilib bersa deyman, shu o'qituvchilar tashab ketmasa kerak. Bolalar zo'r o'qisa kerak. Hozir mana bolalarda ana oddiy aytamanki, telefonlarda har xil o'yinlar chiqib ketgan. Mana PUBG degan o'yinlarni eshityapman men. Bolalar shunga kirgandan keyin nevroniy boshqa hokazo bo'lib qolyapti. Bu o'sha internetda o'tirib, o'sha yaratib turgan insonlar shu o'yinlarni olib kiryapti O'zbekistonda. Shu bolalar o'quvsizlik bo'lib qolyapti-da. Yosh katta o'sha 65 ga kirgan ham o'sha PUBG o'ynab o'tiribdi. Ko'ryapman nima yo'llarda. Uyat basmi buni? Bu o'yinlarni yo'qotish kerak. Men sizga buyruq berganim yo'q prezidentim. Bir ko'rib chiqing deb iltimos qilyapman.
Bularni qilmasak bo'lmaydi. Nimaga? Ko'p bolalar o'qimaydi, xomib ketyapti. Orada nima deydi? Rossiyaga ishga ketadi. Mana Rossiyaga borgandan keyin o'sha Rossiya tizimida o'sha bosim bo'lyapti bolalarga. O'sha bosimdan keyin olib borib qamab qo'yapti. Ukrainaga urushga jo'natib yuboryapti. Keladi, bu yerdan chiqib ketadi. Nimaga? Oilada 4 ta, 3 ta, 5 tadan farzandi bor ularni. Ayollarning eri kelmaydi. Ayollar Madigar bozoriga chiqib o'zini har xil hunariga solib qo'yapti ular. Nimaga? Bola chaqani boqish kerak. Non yeyman deb turgandan keyin choy ichaman deb turadi. Ovqat yeyman deb bolalar o'ylaydi. Bularni ham o'ylashimiz kerak-da. Mana kecha kuni Shuhrat Musayev mana bir kasbdoshim gapiryapti. Skuter mototsikletlar to'g'risida gapirdi. Haqiqatan u bolaning gapiga men qo'shilaman 100%. Mana deputatlar deydi, bu deydi skuterni yo'qotish, allaqada hokimiyat qilish kerak, unday qilish. Skuterni kambag'allar minadi. Boylar skuter minmaydi. O'tak mana oddiy, mana o'zim aytaman, hali shu syomka chiqarib yurgan bo'lsam, hali xalqdan bir so'm pul olganim yo'q-da. Nimaga? Mana bobomdan qolib ketgan o'sha 61-yilda chiqqan o'sha velosiped deymiz, o'sha velosipedda yuraman anaqa. Skuter olib minishga ham men pul topolmayman-da. Nimaga? Sabab men to'g'ri ishlayman. Egri ishlashni yomon ko'raman. O'shalarni o'ylab ko'rib turib, bir oydan sha o'ylanaman, yaqa borib o'ylanaman. Bir syomka chiqarishim kerak mana. Buni xalqqa yordam bo'lardi. Hozir mana ko'ryapmiz, o'sha xususiy bog'cha bor, davlat bog'chasi. Xususiy bog'chaga borsangiz, akkuratni chiroyli bo'lyapti, davlatnikida kambag'al bo'lyapti. Nimaga shuna bo'lyapti? U tevada ishlayotgan tizimlarcha tashlayapti-da. Xalq ta'limi vazirligi mana bularni ranjitganim yo'q, endi bittasi aytamanki, o'qituvchilar nimaga qochib ketib qolyapti? Yaxshi o'qituvchilar Rossiya davlatiga ishlagani ketyapti. Mana Rossiyada mana o'sha davlat, Rossiya davlatida mana eshitib qoldim, o'sha Tyumen degan joyda, oblastida Nizhnevarovsk degan joyda bir oyda ishlashyapti-da. Bir oy og'ir ishi og'irki, lekin oyligi yaxshi, 2000 dollar olamiz deyapti. 2000 ga o'qituvchilar qochib ketyapti o'sha yoqqa. Nima qilyapti? Bitta bolalar yengil saviyada o'qiydigan bo'lib qolyapti-da. Bolalar o'qimay qo'ydi. Bolalar o'qish uchun ana internetda o'yinlarni yo'qotish kerak. Shular kirib kelyapti, o'yinlar, o'sha PUBG deymiz, boshqa mana Counter degan o'yin deyapti. Katta odami ham, boshqa yoshi ham o'sha o'yinni o'ynab o'tiribdi xolos. Bolalarni jismoniy tarbiyaga shug'ullantirishimiz kerak. Mana jismoniy o'qituvchilar ham qochib ketyapti-da, chetga qarab. O'zimizda bola chaqa boqib bo'lmayapti. Nimaga? Hali soxta tadbirkorlar ko'payib ketgan. Har xil o'sha Xitoydan boshqa joydan kelgan elektromobil mashina olib minib yurgandan keyin bularga mingiz kelyapti. Ular chiqib ketyapti. Borib boshqa davlatga borib ishlayapti, o'sha Rossiya davlatiga ko'p ishlayapti. Ishlab kelib mashina olaman, boshqa olaman deb bular harakat qilyapti-da. Endi bunga qarab keyin maktabda o'qigandan keyin bolalarga saboq berishni o'rniga bular chiqib ketib chetda ishlayveribdi. Shuning uchun aytaman-da, maktablarda mana o'ylayapsiz, prezidentim, rahmat sizga, shuncha o'ylaganingizman. Lekin maktab tizimida o'tirgan o'sha rahbariyatlar tomonidan noto'g'ri informatsiya olib borilyapti-da. Hozir maktabning remontini ham men eshityapman. O'sha o'qituvchilardan pul yig'ishtirib qilinyapti. U davlat tomonidan berilayotgan pulni o'rtada yeyilib ketadi, pasalanib ketadi, qatlarada qolyapti-da u pullar. Kirib kelmayapti. Mana o'sha ko'p narsani aytaman, o'sha bizda mana bunaqa qishloq sovet reislari bor. 15-20 yildan sal o'tiribdi-da ular. Hali emassan bular. Unga pul berib, bunga pul berib, o'zini saylatadi, nomini chiqaradi. Prezidentim mana eshityapti shu narsalarni. Bularda tashkilotlar bormi yo yo'qmi?
Mana bizda yana bitta narsa borki, men bitta narsani aytamanki, bizda sanatoriyalar serob, biz shu Chimyonda turamiz. Sanatoriyalar serob, sanatoriyalardan ikkita davlatniki qoldi. Ikkita. Bittasi respublikamizga, bittasi temir yo'lchilarimiz. Bu rahbarlari otasidan o'g'liga meros bo'lib qolyapti-da. Nimaga? O'sha 1176-1182-modda deyishyapti. Shu moddasini men shuni deb tushundim. Otadan o'g'liga meros bo'lib qolyapti-da. Bu qachongacha bu merosiyda ketamiz? Bu merosiyni to'xtatish kerak. Bu korrupsiya bo'lib, qarang nima desam bo'ladi. Men tashkilotlarda eshitib qolyapman, qarang nima, ko'zim bilan ko'ryapman, buni syomka qilib chiqarishim kerak. Kerak deb, qarang kechirib, qarang aytadi ekan, kechiraman, hozir oxiri bir uraman, shunda bilasan ekan. Qarang nimasan? Qorovullar, boshqa ishchilar rahbarni moliga o't yulib chiqar ekan. 6 qop sangadik ekan. Bunaqa tizim. Mana ya tashkilotlarda men ko'ryapman. Buxgalteriyalarda, bunday qabulxonalarda ko'ryapman, tashkilotlarda soat kechasi 10 gacha ishlayapti. Nimaga? Cho'ntagiga ishlayaptimi yo davlatga ishlayaptimi ular? Ularni ham ko'rib chiqish kerak. Ichki ishlar tizimi bor, men aytayapman shularni. Prezidentim eshiting. Shular nazorat qilish kerak. Soat 4 dan keyin 4 gacha ishmi, 5 gacha ishmi, 5 dan keyin chiqib ketish kerak yerdan. Yattanglar kerak emas. Kassani pechatlash kerak. Kassani pechatlamaydi hech kim. Shunga qilib berib ketaveradi. Kelib xolasa pul olib ketadi, xolasa boshqa narsa qiladi. Mana nimani so'rayman? Shu tashkilotlarda kelyaptimi soat 4 gacha inka satil kelib xabar olish kerak. Nimaga? Pullarni yig'ishtirib olib ketish kerak, tushgan pulni. Men sizdan shuni so'rab qolaman. Yana qaytaman o'sha eski gapimga. Mana men sizlarga aytayapman. Klaster o'zi aslida Amerikada chiqqan bo'lib, klaster. Yana eshitib klaster degan so'zning ma'nosi korrupsiya. Korrupsiya degan so'z kelib chiqadi bunda. Bu korrupsiyalar ko'payib ketdi. Hozir mana bizda shu Chimyon qishlog'ida o'sha yerdan chiqqan tabiiy mahsulot buloqlarimiz bor-da, buloqlar bu Alloh tomonidan chiqqan. Hozir endi bunga oqva suvlar kelib olib, bunga xo'jayinchilik qilyapti. Maniki. Bu nima, sen yaratib qo'yding buni? Buni Alloh chiqarib qo'ygan bu suvni. Bu suvni sotyapti, xalq olib chiqib oladi. Suv chiqarishdan oldin o'ziga dirnashka o'ylab chiqarib sotishga haqqi bor. Xalq suvini o'ziniki qilishga haqqi yo'q. To'g'rimi prezidentim? Siz eshitib ko'rmisiz mana shuni? Men tashkilotni chiqarish kerak. Men ko'p joyda ko'rib yuraman, hali men ko'p narsalar sizga yaratib beraman. Shuning uchun men shu guruhni tuzildim, shu guruhlarim bor bolalarim. Shular bilan ishlab bizni ishga qabul qilsangiz, biz sizga yordam beramiz. Lekin O'zbekistonni yashnatamiz, gullatamiz. Zo'r bo'ladi hamma yo'q. Men sizdan shuni so'rab qolaman. Bizni Saidam Rustamxon kanaliga sizlar obuna bo'linglar. Bizni kanalda qancha prosmotr ko'payib, qancha obunachimiz ko'payib, qancha like bosilsa, bizni kanal yuraveradi. Bizni kanal yashnaydi. Mana shunaqa bo'layotgan muammolar, bo'layotgan o'sha aqaga olib ketayotgan joylarni yoritib beraman. Xalqqa ko'p narsalar ko'rsatib beraman. Mana meni ko'rib turgan o'sha O'zbekiston xalqi bor, chetlarda ko'rib turibdi. Meni ko'rayotgan insonlarga mana aytardimki, nimaga? Yashnasin, gullasin. Mana men qarab turgan oddiy aytgan telekanallarni ko'rib qolyapmiz. Birovni maqtab qo'shib qo'yib yotibdi. Ana kambag'al tadbirkorlarni ko'rsat uni. Kambag'al tadbirkorlar nima qilyapti? Qayerga ketyapti? Televideniya ham o'zi korrupsiya bo'lib o'tdi. Shuning uchun televideniyani ko'rmasdan, ana bizni televideniyani ko'ringlar mana. Mana YouTube'ga kiringlar, o'zi kanallarimiz chiqyapti. Haqiqatlarni, ko'p narsalarni ko'rib olasizlar. Oldiga qarab olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.